Assalomu alaykum hammaga. Mana meni bugun gullerim, kichkintaylarim, dekabrda qilganlarim. Mana уже aldı gullashga kelyapti mana. Bardovoy sorti bu. Bunga ham azot sepib qo'ydim. Bular ham tez katta bu baquvvat bo'lib zo'r o'sib oladi mana. Kichkintay mana ko'rib turibsizlar, mana azot sepib qo'ydim. Endi hozir suv keladi. Suv kelgandan keyin ariqdan margansovkani oqqizib yuboraman bunga ham. Bu ham rasa baquvvat bo'lib zo'r bo'lib o'sib oladi. Kuydirib qo'ymaydi. Qo'rqmasdan bemalol sizlar ham mana shunday severinglar mana. Mana azotlarim sevib qo'yganim. Oldingi videomda ko'rsatganman, qanday sepganimni. Buni ham xuddi shunday qilib sevib qo'ydim. Mana. Hozir quyosh tushyapti, bilmadim endi qanday ko'rinyapti. Videoda endi chiqsa kerak ko'rinib. Bularni ham mana qanday o'sayotgan jarayonlarini shunday men sizlarga ko'rsatib boraman. Qanaqa o'syapti? Hatto tushib turadi mana tepasida hamda archa bor buni. Bu yerda mana atirgullar. Mana atirgullar, sprey rozalar bular. Bular ham ochilganda bularni ham video obzor qilib beraman sizlarga. Mana suv kelyapti. Kelayotgan joydan boshlab mana men margansovkani mana to'kdim mana. To'kkan joyimdan уже mana malinovoy svet bo'lib o'zi joy mana ariqlarga kirib ketaveradi. Yerdagi mikroblarni barini o'ldiradi. Zato gulinglarga mikrob yopishmaydi. Mana shuni ayamasdan aptekada sotadi. Kalipermanganat deydi. Mana shuni sizlar ham qilsanglar, sizlar ham gulinglar zo'r bo'ladi. Mikrob tushmaydi, kasallanmaydi. Buni qilgandan keyin azot o'stirsa, bu mikroblarni o'ldirib, rosa yaxshi o'sishiga yordam beradi. Mana atirgullarimga ham kirib ketaveradi bular bari. Bo'yeradi, hamma gullarga yaxshi. Yetkizib buni ham oxiriga yetkizib to'xtatib qo'yaman mana. Hammanglarga sog'lik, omonlik tilayman. Hammanglar Alloh panohida bo'linglar. Like'larni, kommentariyalarni yozib turinglar. Men xursand bo'laman. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.